Bugun matematikadan kasr haqida dars o'tdik. Salom, mening ismim Baxtiyor. Baxtiyor? Wow, mana. Faqat hech kimga hop. Tushundim. Hoy. Seni hozir zo'r joyga olib ketaman. Ha, Boburjon. Nima? Boburni ko'rmadingmi? Bobur, bolalar qalaysizlar? Bugun futbolimiz bor edi-ku. Okay, let's go. Nima bu? Qo'rqma, bu o'zga sayyoraliklar emas. O'z ko'zing bilan ko'rishni xohlaysanmi? Ha, albatta. Ana ketdik. Rus tili darsidan yordaming kerak. Qalpoq qilib tashiyman. Nachili. Baxtiyor, ingliz tilini o'rgat. Okay, my friend. Go. I'm ready. Baxtiyor, matematikadan qiynaldim. Istasang kombinatorik uslubini o'rgataman. Nima? Kombinatorik uslubi? Baxtiyor. Uyg'on. Nima? Kim u? Qani? Uyquni ham beliga tepdinglar. Shunaqa ham ko'p uxlaydimi? Meni professor desanglar ham bo'ladi. Bobur, kitoblardan ehtiyot bo'lib foydalan o'g'lim. Xo'p bo'ladi oyijon. Baxtiyor bizga o'rgat. Xo'sh. Endi bildim. Kerakli 5. Nima? Qani Yulduz? Qizimmisan? Bilmadik. Yo'q, bunday. Tushundim. Rahmat. Bugun texnologiya darsi bo'ldi. Ustozimiz Qorbobo bilan archa bezaklarini yasash mavzusida dars o'tdilar. Dars juda qiziqarli bo'lgan bo'lsa kerak, lekin meni qulog'imga hech narsa kirmay qoldi. Sababini esa birga tomosha qilamiz. Chiqindi qutisini kim oldi ekan, ha? Bo'shatgan olib chiqqan bo'lsa kerak. Ha, mayli. Boshqa axlat qutisiga tashlarman. Axlat qutisini ham uchratmadim. Shuni yo'llarga ko'proq o'rnatib ketishsa bo'lmasmikin, ha? Mayli. Bir chetga tashlab ketarman. Lekin ustozlarimiz axlatlarni yo'lga tashlab ketish odobsizlik deganlar. Ijtimoiy odoblarga to'g'ri kelmaydi. Har kuni biz tashlayotgan shuncha yelim idishlar qayerga ketarkin, ha? Ustozimning aytishicha, plastik idishlarning yerga tushgandan keyin to'liq chirib bitishi uchun bir necha yuz, hattoki bir necha ming yillar kerak bo'lar ekan. Qachon chirib bitadi-yu bular? Men buni tashlab yubormasdan biror foydali narsaga ishlatsam-chi? To'g'ri. Shunday qilaman. Ko'chani ham axlat qilib ifloslantirmayman shunda. Sen uyg'oqmiding? Ha, salom, qani Zumrasha? Nima? Maktabingda o'zingdan kattalarga salom berishni o'rgatishmaydimi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men seni uxlab yotgan bo'lsang kerak deb o'ylabman-da. Shunga birdan xursand bo'lib, salom berish ham esimdan chiqib ketdi. Ha, mayli. Lekin har qanday vaziyatda ham o'zingdan kattami, kichikmi, birinchi bo'lib salom berishga harakat qilgin. Xo'p. Xo'sh, yana nimani boshlading? Hech narsa. Bugun texnologiya darsida daraxtlarni bezatishni o'rgandik. Shu daraxtlarni hech tinch qo'ymadilaring-da. Ustozimizning aytishlaricha, mana bunaqa idishlar chirishi uchun juda ko'p vaqt kerak bo'lar ekan. Ha, to'g'ri. Shuning uchun bunday plastik buyumlarni har yerga tashlab ketavermaslik kerak. Men bundan biror foydali buyum yasamoqchiman. Lekin nima yasashni bilmayapman. Buni qara, juda yaxshi o'ylabsan. Menga yordam berasanmi? Bunaqa ishda yordam bermay bo'ladimi? Qani, bizga kerakli narsalarni olib kelchi. Ular nimalar? Yelim idishlardan foydali narsalarni yasash uchun bizga qaychi, yelim, skoch, bigiz va soch quritadigan fen ham kerak bo'ladi. Albatta bir necha yelim idishlar ham. Hozir kelaman.
Mana, bizga kerak bo'ladigan hamma narsani olib keldim. Barakalla. Xo'sh, endi nima yasaymiz bulardan? Xo'sh. Ha, topdim. Qo'lingdagi yelim idishdan gullarni sug'orishda foydalansa bo'ladi. Qanday? Yelim idish qopqog'ida bigiz bilan bir nechta teshiklar och. Qarabsanki, sug'orish uchun ajoyib moslamaga aylanadi. Qani ko'raylikchi. Qoyil, ish berdi. Men yana bir narsa yasashni bilaman. Xo'sh, nima ekan u? Mana bunday qilib idish ichiga qog'oz sochiqlarini solib qo'ysak ham bo'ladi. Qoyil. Bu ham juda zo'r chiqdi. Bu narsa ayniqsa oshxonada ishlatish uchun juda qulay. Ham qog'oz sochiqlarni tashqi ta'sirlardan himoya qiladi. Ha, to'g'ri. Bu plastik idishlarni kim topgan bo'lsa ham rosa zo'r ish qilgan ekan-da. Plastik idishlarni kim o'ylab topganini bilmaysanmi? Yo'q. Plastik material dastlab 1862-yilda Aleksandr Parkes tomonidan o'ylab topilgan. Avvallari bunday plastik polimerdan ishlangan idishlar narxi qimmat bo'lgan. Chunki bu endigina paydo bo'lgan material edi. Keyinchalik bu kabi idishlar odamlar orasida ommalashib bordi. Chunki bunday idishlardan foydalanish juda qulay edi. Lekin plastik buyumlarning yomon tomoni, ular yerga tushgandan keyin deyarli chirimaydi. Bu esa atrof muhitga juda katta zarar yetkazadi. Mana masalan, plastik idishlardan keng foydalanadigan o'rtacha bitta korxona yiliga bir necha million tonna plastik idishlar ishlatadi. To'g'ri, ularning ma'lum qismi qayta ishlanadi, lekin asosiy qismi baribir chiqindiga tashlanadi. Plastik idishlar ishlatishga qulay-ku, lekin zararli tomonlari ham anchagina ekan-da. To'g'ri.